Isroil butun Yaqin Sharqqa ogohlantirish bermoqda. Turkiya keyingi nishon bo'lishi mumkin. Isroil endi o'z niyatini yashirmayapti. Doha va Quddusda amalga oshirilgan zarbalardan so'ng butun mintaqaga dahshatli ogohlantirish yubordi. Hamas rahbarlariga boshpana bergan har qanday davlat shafqatsiz hujumlarga duchor bo'ladi. Endi e'tibor Turkiyaga qaratildi. Isroil Anqaraga xabar jo'natdi. Hamas amaldorlarini chiqarib yubor yoki hujumga tayyorlan. Turkiya rasmiy vakillari bunday zarba mintaqaviy falokatga olib kelishi mumkinligi haqida ochiq ogohlantirib, o'z hududiga hujum qilinsa javob qaytarishga va'da berdi. Bu harakatlar bitta mamlakat bilan cheklanmayapti. So'nggi kunlarda Isroil, Hamas va Eron guruhlariga aloqador deb hisoblagan bir qancha joylarni Dohadan tortib Suriyadagi bazalargacha bombardimon qilib tashladi. Buning oqibatlari juda jiddiy. Dunyo hamjamiyatida bo'linish yuz bermoqda va o'z o'rnida keng ko'lamli to'qnashuvning xavfi ortmoqda. Xo'sh, bunga nima sabab bo'lmoqda? Isroil rahbarlari Hamas yetakchiligini qayerda yashirmasin ta'qib qilayotganlarini aytmoqda. Bu bayonot ittifoqlarni qayta shakllantirib, davlatlarni qat'iy tanlov qilishga majbur qilishi mumkin. Kuchli harbiy salohiyatga ega NATO a'zosi Turkiya Isroil uchun hozirda eng xavfli keyingi qadam bo'ladi. Dunyo kuzatmoqda. Sizlar o'z kuchini saqlab qoladimi yoki urushga aylanadimi? Aytingchi, siz kimning tomonidasiz? Fikringizni izohlarga yozib qoldiring.